Abduvahhab G'ofurov hamda Marg'uba opa Salim va Namangan shahridagi 1-sonli texnikum o'qituvchilari. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Xursandmiz ko'rganimizdan. Bilamiz, hozir hamma texnikumlarda, hamma o'sha kasb-hunar markazlari, oliy ta'lim muassasalarida ochiq eshiklar kuni, kasblar festivali, yoshlar festivali juda ham avjiga chiqqan. Chunki aynan aprel, may bu bitiruvchilarning hayotida eng muhim palla, eng muhim qarorni qabul qiladigan vaqtlari va bu jarayonga davlat labbay deb javob beryapti. Bularni tanlovlarini osonlashtirish uchun, aniq-tiniq bo'lish uchun ham mana shu ochiq eshiklar kuni o'tkazilyapti. Va bu borada o'sha 1-son texnikumda ham bu jarayonlar avj pallada bo'lsa kerak. Albatta. Avvalambor assalomu alaykum. Muhtaram Prezidentimizning 2025-yil 23-oktyabrdagi kasbiy ta'lim tizimida boshqaruv samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 190-sonli farmonlariga asosan Namangan shahar 1-son texnikum sifatida faoliyat yuritib kelmoqda. Hozirgi kunda zamon talablariga mos ravishda raqobatbardosh kadrlarni tayyorlab kelmoqdamiz. Yoshlar uchun kasb o'rgatish, ayni bu sohadagi arxitekturani yaratish, ularga nafaqat ish topish, balki kelajakdagi o'sha mutaxassis bo'lishlari uchun, o'zlari uchun poydevor yaratish uchun o'zimiz bor imkoniyatlarimizni yo'lga solgan holatda o'quvchi yoshlarga ta'lim-tarbiya berib kelmoqdamiz. Shuningdek, texnikumlarni rivojlantirish, ularning sifatini oshirish, talab va bozor ehtiyojlariga mos kelishi bu kelajakda iqtisodiy barqarorlikka va katta hissa qo'shadigan o'quvchi yoshlarni tarbiyalab kelmoqdamiz hozirgi kunda. Yuqorida to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Hozirgi kunda texnikumimizda aynan qabul jarayoni hududimizdagi yaqin maktablarga chiqib targ'ibot tashviqot ishlarini olib boryapmiz. Shu bilan birgalikda har oyda bir marotaba ochiq eshiklar kunini ham keng miqyosida tashkil etyapmiz. Maqsad o'quvchi yoshlarni kasb-hunarga qiziqtirish hamda shular orqali ta'limga jalb qilish. Bu mazkur texnikumda o'quvchilar soni qamrovi nechta va qanaqa yo'nalishlar bo'yicha ta'lim-tarbiya beriladi? Ayni vaqtda hozirgi kunda texnikumimizda 9 ta kasb bo'yicha 1591 nafar o'quvchi yoshlar tahsil olib kelmoqda. 9 ta yo'nalishlarimiz sotuvchi kasr, moda va tikuv ishlab chiqarish texnologiyasi, oshpaz, metallarga qayta ishlov berish, grafik va dizayn operatori, avtomobillarni ta'mirlash va texnik xizmat ko'rsatish, sartarosh modelyerlik, elektromonteur va zargarlik kasblari bo'yicha hozirgi kunda o'qitib kelmoqdamiz. Mana shu yo'nalishlar bo'yicha o'zini kasbini mutaxassis bo'lgan yoshlarimizni ish bilan ta'minlash borasidagi masalalar qanday bo'ladi? Hozirgi kunda Namangan shahrimiz o'sha ishlab chiqarish rivojlangan, nima deydi, sanoat zonalariga boy bo'lgan shahar bo'lgani uchun ish topish, o'quvchilarni ishga joylashtirish to'g'risida hech qanday muammolar bo'lgani yo'q. Sababiki hozirgi kunda texnikumimizda dual ta'lim tizimi joriy qilinganligi bois o'quvchilar avvaldan o'sha ish o'rinlariga ega bo'lishmoqda. O'qish bilan birgalikda ishlashadi. O'qish bilan birgalikda ham ishlashadi, ham ish o'rinlarini avvaldan belgilab olishyapti. Ham o'sha ishlagan ish haqlari uchun, ishlagan ishlari uchun ish haqqi olishyapti. Bu degani dual ta'lim tizimi mana hozir joriy qilinganiga ancha vaqt bo'ldi, lekin birinchilardan bo'lib 2021-yilda Namangan shahar 1-sonli texnikumimizda dual ta'lim tizimi joriy qilingan edi. Bunda birinchilardan bo'lib avval 2 ta yo'nalishda qildik. Oshpaz va tikuvchilik yo'nalishida. 2 yil mobaynida bu sohani o'rganildi, tajriba asosida qilingan edi va o'zini oqladi. Hozirgi kunda 9 ta yo'nalishimizdan 7 ta yo'nalishida dual ta'lim tizimi joriy qilingan. Hozirgi kunda dual ta'lim ulushi texnikumimizda 50% edi. Endi 2026-2027 o'quv yilidan boshlab biz dual ta'lim ulushini 70% ga rejalashtirdik. Bu zo'r natija. Bu haqiqatdan ham katta. Endi o'sha bozorni o'rgangan holda yangi qo'shimcha yo'nalishlar qo'shilibdi-da. Albatta. Hozirgi kunda o'sha 11 baza negizida ham yo'nalishlarimizni tashkil qildik. Bu 5 ta yo'nalish bo'lib,
hozirgi kunda o'sha o'qishga kirisha olmagan o'quvchilarni, ya'ni yoshlarni kasb hunarga o'rgatish va kelajakda o'zlarini yo'llarini topib ketish uchun ham mana keng imkoniyatlar yaratib kelinmoqda. Albatta, bu tizimni qanchalik samara berayotganini mana oldingizda turgan sertifikatlar orqali ham ko'rishimiz To'g'ri, mumkin. menda Adashmasam, xalqaro darajada ham hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Albatta. Sparkassen Stiftung German. Qanaqa til bu? Germaniyani ekan bu. Nemislarni qandaydir metodlarini o'rgangansiz. Ha, men O'zbekiston hamda Germaniya hamkorlik loyihasi asosida tashkil qilingan German Sparkassen Stiftung tashkiloti bilan, ya'ni Germaniyaning tashkiloti bilan tashkil qilingan loyihada qatnashdim hamda qatnashish jarayonida o'sha Germaniya metodikasini to'liq o'rgandim. Natijada master trener sertifikatini olishga muvaffaq bo'ldim. Hozirgi kunda mana shu sertifikatim bilan o'sha ta'lim muassasamizda nafaqat viloyatda ham mana shu metodlarni o'rgatib kelyapman. Nima metod ekan u? Bu o'quvchilarga o'sha qiziqarli ham, nima deydi, samarali metodlar bo'lib, Mana shu joyda qilib berish imkoni bormi? imkoniyati bor. Agar ruxsat bersalar, bitta metod o'tkazib bersam. Bo'ldi. Masalan, bu nima o'zi beradi? O'quvchilar qiziqarli Psixologik metodmi, Demak, qanaqa? zerikib qoldik darsda hozir. Siz gapingizni eshitmayotgan bo'lsak, jim o'tir deb qattiq turgan bo'lsangiz ham, biz baribir o'zimiz bilganimizni qilayotgan bo'lsak, deylik tasavvurda bu. Shunda shu metoddan foydalanasiz, jalb qilish uchun. Ha, o'zi o'sha Germaniya metodikasida energizer, ya'ni tetiklantiruvchi mashqlar bor. Masalan, hammamiz bilamiz, uydan har xil atmosferada kelishadi. O'sha ta'lim muassasasini muhitiga kirgizib olish uchun bu energizer o'yinlari juda ham qo'l keladi. Kelinglar, hozir bitta metodni birga ko'rsatib bersam. Marhamat. Ajoyib. Metodning nomi zontik deb ataladi. Endi hozir Soyabon. auditoriyaga mos bo'lganligi uchun aynan mana shu metodni tanladim. Lekin bu metodlar ko'p, a? Ko'p, Ulardan biri judayam ko'p. soyabon deb Ha. nomlanadi. Aha. Endi metodlarni o'sha auditoriyaga moslab, o'tayotgan faningizga moslab, mavzuyingizga moslab tanlaysiz Tanlash oldindan. mumkin. Endi auditoriyamizni hisobga olgan holatda, ishtirokchilar kamligini hisobga olgan holatda shu zontik metodini hozir mana shu joyda qo'llab ko'rsatsak bo'ladi. Ko'ringlar, azizlar, uyingizda bolalaringiz mabodo gapingizga kirmayotgan bo'lsa ham, mana shu metod qilsa bo'ladi. Qo'llasangiz bo'ladi. Tasvirchilarimiz ham ishtirok etishsa bo'ladimi? Agar xohlasalar, Albatta, ishtirok etishlari mumkin. tasvirchimizni chaqirgan bo'lardik agar keling. Albatta, bizni kuzatishyapti, marhamat. Boshlasak bo'ladi. Albatta, ular hozir kameralarni sozlab turishlari kerak. Chunki biz turamiz, yuramizmi shunaqa? O'rnimizdan turamiz. Demak, turar ekanmiz. Zerikib qolsak. Hammamiz bilamiz, biroq doira. Aha, doira shaklida. Qanaqa qilib olsak, o'ng qo'limiz bilan zontikni soyabon qismini tashkil qilamizda, chap qo'limiz bilan dastagini hosil qilamiz. Mana shu zontik bo'ldi. Endi hozir hammamiz birlashgan holatda shu metodni mana yasab ko'rsak, ana sherigi. Men bundoq qilaman? Ha, mana bunda. Mana zontik. Hozir biz ko'rsataylik, sahnaga imkon qadar. Ko'rsatsak bo'ladi? Mana ko'rsat. Hozir harakatlanamizmi yana? Yo'q, mana hozir mana zontik tashkil qilindi. 1 2 3 sanayman. Sanoq sanaganimdan keyin siz imkon qadar qo'lingizni dastagini olib qochishga, tepadagi odam sherigini qo'lini mahkam ushlab olishga harakat qilish. Demak, bir-birimizni ko'rsatishimiz kerak sahnaga buni. Albatta. Sal ko'rsataylik. O'rtaroq. Siz keling, siz ko'rsatishingiz. Albatta. Endi bunda ishtirokchilardan epchillik, chaqqonlik talab qilinadi. Bir vaqtda o'zida ham chap, ham o'ng miya ishlash kerak. Shunaqa. Endi hozir birinchi buni olib qochishga harakat qiling. Birinchi bo'lib o'ng tomonidan O'zingiz boshlab bering, albatta. Aksariyat holatlarda o'ng qo'limizni, o'ng bunaqamizni ishlatishga odatlanganmiz. Shuning uchun hozir sanayman, vaqtni o'tkazmasdan. 3 gacha. 1 2 3. Men yutdim bu yerda. Ofarin. Yana bir marta. Ulgurmay qolgan bo'lishimiz mumkin. Buni ikkinchi marotaba ham sinab ko'rishimiz mumkin. 1 2 3. Qoyil. Epchillik. Hech kim. Endi Juda ham hozir buni ajoyib. chap qo'limizda ham sinab ko'rsak Bo'ldi, keling. Endi qo'llarimizni almashtiramiz. Bunda endi ta'kidlash kerakki, chap miyamiz ko'proq ishlar ekan bu holatda. Hozir yana sanayman. 1 2 3. Siz g'aram qildingiz. Albatta. Yaxshi, keling. Hop, Azizlar, bir zo'r marotaba. sizlarga. 1 2 3. Yutladingiz bu safar. Men ham yutdim. Xullas kalom, azizlar. Mana bunday usul. Metodlar ko'proq o'sha atmosferani moslab. Marhamat, joyingizni egallasangiz bo'ladi.
nima deydi, yaxshi kayfiyat hamda o'sha o'quvchilarni stressdan chiqarish hamda zo'r sizlarga, auditoriyaga menga yoqdi. moslash uchun juda ham yaxshi anaqa mashq hisoblanadi. Bunaqangi metodlar, bunaqangi energizer o'yinlar juda ham ko'p. Shu o'yinlar orqali nima deydi, auditoriyani o'zingizga jalb qilib olasizda, o'sha o'quvchilarga yaxshiroq dars o'rgatishga bu metodlar yaxshi samara beradi. Albatta, aziz tomoshabinlar. Albatta. Albatta. Bilgan. Tomosha qildingiz, bemalol hayotingizda qo'llab ko'rsangiz bo'ladi. Juda ham ajoyib mashg'ulot ekan. Bu o'sha nafaqat o'quvchilar uchun, kollektivga ham quloq solsa bo'ladi. Jamoalar, zo'r o'yin. Bu masalan shu anaqani loyihani o'qib kelganimdan keyin avvalambor o'zimizni texnikumimizda yosh o'qituvchi, umuman qiziquvchi o'qituvchilarga yangi shunaqangi metodlar bo'yicha seminar trening hamda har xil mashg'ulotlarni o'rgatganman. Ular ham juda ham mamnun. Bularni Tasavvur qilyapman, ish jarayonida charchaganmiz. Reportajlardan kelganmiz. Hech yozgimiz kelmayapti. Shunda umumiy o'tiradigan joyga chiqamizda, kelinglar, zodik o'yinni o'ynaymiz deb. Albatta, sinab ko'rsak bo'lar ekan. Energiyaga to'lib. shunaqa. Endi o'sha ustozlarimiz aytishi bo'yicha sherigingizni qo'lini ushlaganingizda mana o'zbekchilikda ham qo'l berib so'rashiladi. Shunda bundagi energiya sizga o'tib qolar ekanda, bundagi o'sha yorqin kayfiyat, bundagi shijoat, bundagi nima deydi, ijobiy narsalar hammasi o'tar ekanda A unda bo'lmasa-chi o'sha narsa? Yo'q, agar unda bo'lmasa sizdan o'tadi. Shunaqa. Bir-birimizga oqizib bergani. O'sha kayfiyatni ko'tartiradi. Endi nomidan ham aytib turibdi, energizer o'yini bu tetiklashtiruvchi mashq. Albatta, energiya beruvchi. Energiya Lekin beruvchi. bitta tomoni bor. Masalan, ilm, fan olamida o'ng chap yarim sharlarni to'g'ri. ishlatish jarayoni bor-da. Bu yangilik bo'ldi. Hozir bizga umuman boshqacha kayfiyat berdi. Sizlar qanchalik charchagansizlar bilmadim. Biz masalan ertalabdan beri reportajlarda, ko'rsatuvlarda yuribmiz. Bizdan yaxshigina energiya sarflangan edi. Lekin men hozir yaxshigina bir quvvat Ta'sir qilibdi azizga. Ajoyib. Albatta, ayniqsa yutganim. Tabriklayman. Albatta. Azizlar, siz ham qo'llab ko'rishingiz mumkin. Maza qilib suhbatlashdik. Xullas kalom, o'quvchilar nafaqat o'yinlar bilan tetiklashsin. Eng asosiysi zo'r mutaxassis bo'lishlari uchun bugun o'sha moddiy texnik baza deymiz, texnikumlarda juda ham katta sharoitlar yaratilyapti. Bu jarayonlar bor va albatta biz kamida o'sha 5 yildan keyin O'zbekistonimizni haqiqiy kadrlarni, jahon andozalariga mos tarzda bir necha tilni biladigan eng zo'r mutaxassislarni hozir qadam qo'yildi bu jarayonlarga va biz buni kutib qolamiz. Rahmat aytamiz sizlarga. Keyingi dasturlarimizda albatta mana shu shogirdlaringiz bilan, o'quvchilar bilan birga Ayniqsa oshpazlar kelishsin. Mana hozir jonli efirda ular nimanidir ko'rsatib berish kerak. Chunki qancha odamlar ilhomlanadi, uy bekalari. Men ham shuni tayyorlayman deydi, salatlar yoki yaxshi bir taomlar. Umuman olganda birgalikda hamkorlik qilsak bo'ladi. Ham ular uchun ham yaxshigina master klass ham energiya beradi. Motivatsiya. Marhamat, yana qo'shimcha fikrlar bo'lsa. Endi hozir texnikum haqida endi ozgina yana gapirib o'tishimiz kerak. Hozirgi kunda xalqaro hamkorlik dasturlari juda ham keng rivojlangan. Mana dual ta'lim tashkil qilinishi bilanoq texnikumimiz rahbari Germaniya hamda Xitoy davlatlariga borib, o'sha sherikchilik memorandumini imzolab keldilar. Hozirgi kunda mana shu ikkita davlat bilan hamkorlik qilyapmiz. Buni yorqin misoli sifatida o'sha texnikumimizda o'zida nemis tili hamda Xitoy tili kurslari tashkil qilindi. Endi yangi o'quv yilidan boshlab yapon tilini o'rgatishni ham rejalashtirmoqchimiz. Mana muhtaram prezidentimizning bitta gaplari bor. Har bir yoshga bittadan hunar, bittadan til degan tamoyil asosida shu ishni amalga oshiryapmiz. Shu kelajakda o'sha yoshlarimizni ham diplom ham til sertifikatlari bilan jahon bozoriga bemalol kirib borishlari uchun bu zamin yaratilyapti. Endi jahon bozorida shunchaki ish emas, haqiqiy kuchli mutaxassis sifatida chiqadi o'zbek yigit-qizlari. Va bu haqiqiy mana natija azizlar. Yaponiya, Germaniya bu juda ham shu mutaxassis tanlashda kuchli davlatlar hisoblanadi. Xitoy va aynan mana shu davlatlar bilan tasavvur qilyapsizmi? Har bitta hududdagi texnikumlar shartnomasi bor.
va bu o'sha davlatimiz siyosatida ko'rsatilgan islohotlarida shu qonun qarorlarida ko'rsatilayotgan har bitta band vazifalarni amaldagi natijasi. Albatta. Sizlarga esa kattakon rahmat aytamiz.